ko'pchilik firmachilar, korxona egalari shikoyat qilishadiki, tekshiruv ko'pligidan. Ya'ni tekshiruv ko'pligi bir aytishadi, ses kelyapti, bir qurilishdan kelyapti, kadastrdan kelyapti. Hatto ekologiyadan ham kelib, bizani bezovta qilishyapti. Soliq gapirmasa ham bo'ladi. O'zi bular qonuniymi? degan savol ko'p bo'ladi. Tekshiruvni, har qanday tekshiruvni bittada noqonuniy bo'lsa, uni qaytarib yuborish mumkin. Ya'ni buni nima qilish kerak bo'ladi? Gov.control.uz degan sayt bor. Shu saytga kiriladi. Tekshirish kelayotgan tashkilot agar o'sha ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, bu mumkin. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, noqonuniy hisoblanadi. Ro'yxatdan o'tmaganmi? Farqi yo'q. Soliq bo'ladimi, ekologiyadan bo'ladi, sesdan bo'ladimi, uni xatti-harakat noqonuniy va siz uni qo'ymas haqqingiz bor. Tashkilotga kiradigan haqqingiz bor. Va u qaytib ketish kerak, tekshirmasdan. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa. Bu ma'lumotda firmasi bor. Soliq tekshiruvlarni qiyinlagan tashlaringizga yuborib qo'ying, albatta foydali bo'ladi.